Здорово, братан. Assalomu alaykum. Voda без газа, дай. Xo'p. Mana 6000 so'm. А чё, не умеешь на русском разговаривать? Yo'q, uzr. Assalomu alaykum, aka. Здравствуйте. Dastavka sizgami-da? Да, мне. А чё так долго? Yo'llar ozgina probka ekan. Aka, mana dastavkasi. А чё на русском не отвечаешь? Ты обязан на русском языке общаться с клиентами. Xo'p. Hujjatlaringiz ko'rib chiqdim. Bizga ish boshqaruvchi lavozimga to'g'ri kelar ekansiz. Faqat rus tilida gaplasha olasizmi? Yo'q, aka, faqat shu rus tilida gaplasha olmayman-da. Men afsus. Agar rus tilini bilganingizda, sizni hozir oshga qabul qilgan bo'lardik. Здравствуйте. Что вы хотите заказать? Men bu dolma kebabdan buyurtma qilmoqchi edim. Yangi tayyorlanadimi? Извините, я вас не понимаю. Можете на русском? Yo'q. Men ruscha emas, siz o'zbekcha bilishingiz kerak, chunki biz O'zbekistondamiz. Извините, прошу прощения. Haqiqatdan ham farzandlarimizni rus bog'cha maktablariga berishga majbur bo'lmoqdamiz. Vatanimda o'zbek tilida gaplashishga majbur qilsam, buni millatchilikka yo'yishadi. Axir O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili-ku. To'g'ri, til o'rganish albatta kerak va siz bu bilim bilan xorijga chiqib o'z ishingizni bitirishingiz mumkin. Biz bunga qarshi emasmiz. Lekin o'zimizni hurmat qilishni avvalo tilimizdan boshlasak, bunga nima deysiz? Mani elim, illatim, oygnidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim.